شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, bizning bugun o'qimoqchi bo'lgan oyatimiz Sura Baqaraning 29-oyati. Astaghizu billah huvallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samaawatin wa huwa bikulli shay'in alim. İlgirki derslerimizge bir köz yugursak Allah subhanahu wa ta'ala mu'minlarning sifatini bizga berdi. Kafir müşriklarning sifatini berdi. Unikin munofiqlarning sifatini eng uzun bir şekilde 13 oyatda bizga berdi. Undan keyin fosiqlarning sifatini bergandan keyin oldingi darsdagi oyatimizda şu munofiq, kafir, müşrik, fosiqlarga xitob qilib, bularning har qancha bahona sabab ko'rsatsin iymon etmasligiga, bu haqiqatni e'tirof qilmasligiga qanchalik bahona sabab ko'rsatsin, inkor qilinmaydigan bir haqiqatning borligini Alloh o'tirib qo'ygan oldingi oyatda. U bo'lsa-mu insonning hayot, mamot masalasi. Buni qanday dindagi, qaysi xil shakldagi odam bo'lsa, kallasi joyidlan bo'lsa, insoflan bo'lsa, inkor qilmaydigan bir nuqta. Chunki o'zining yo'qlikdan dunyoga kelganligini hech kim inkor qilmaydi va pat arada qaysi xil shaklda bo'lsin, qanday vaqtda bo'lsin dunyodan ketadiganligini hech kim inkor qilmaydi va yana dünyani men yaratdım yoki o'zimni men yaratdım deydigan iddaoda hech kim bo'lmaydi. Bu nuqtani qo'g'achqa Alloh yuqorqi 3 xil toifaga, kafir, mushriklarga, munofiqlarga, fosiqlarga bu xil shaklda xitob qilib, o'zining yaratilish va mamot, o'lim masalasiga ularning diqqatini tortgandi. İlgirki oyatlarda insonning hayot, mamoti masalasi, ya'ni insonni kimning yaratganlik masalasi o'tirib qo'yilgan bo'lsa, bu oyatda Alloh endi insondan boshqa koinotlarning, atrofdagi shaylarningki yaratquchisi, yaratilish masalasiga diqqatimizni tortib davotudi. Alloh sizlarga zamindagi butkul narsalarning hammasini sizlarga yaratib berdi. Thumma stawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat. Ondan osmonga kelib, osmonni 7 qat osmon qildi. Ya'ni 7 osmon qildi. Alloh har narsani bilguchi degan shaklda bizni o'zimizning yaratilishimizdan atrofimizdagi eng buyuk shay bo'lgan osmon zamin. Undan boshqa kichik narsalar bor. Eng cho'ng'iga qaratib osmon zaminni Alloh yaratdi. 7 osmon qilib yaratdi. Meyl asman zamanının yaratılışıdaki, etrafımızdaki şeylerin yaratılışıdaki ve her qanday bizge buyurulgan teklifat qılma buyruqlarının ki menhejlerinin bekitilişi, yollarının bekitilişi, peygamberlerin öğretilişinin hemmisinin ki aslında insanın menfaati için işgallikini eskertip halaqallakum ma fil ardı cemiyan. İnsan asmandan şu xil inçiki ritim bilen urullaştırılıp, inçiki sistem bilen aylanışı onun aşıdaki şeylerin mesela quyosh, ay, yulduz deymiz, mesela zemin deymiz. Zeminning mu insonning yashashiga muvofiq shaklda yaratilishi, bularning hammasini bir laqatimda Alloh bizga ifodalayotdi. Birisi bizning diqqatimizni ularning yaratilish qismiga tortsa, yana birda shularning aslida biz uchun yaratilganligini eskartyotdi. Bu nuqta diqqat qilish tegishli taraf.
Abdurrahman bularga izohat berib davatıdı. Yuzakkirunallahu subhanahu wa ta'ala fi hazihil aya. Allah subhanahu wa ta'ala bu ayette bizga shuni eslatıyotdi Allah zimindagi barcha narsalarni biz uchun yaratdi. Yani bu ilgirki ayetdeki fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un degan şekilde bizning yaratilishimiz masalasini tilga qo'ygandan ma oyat keldi endi. Bu yerda bunda biz avval bizning yaratilish masalasimizni tilga olib, undan keyin butun zimindagi butun shaylarning biz uchun yaratilganligini tilga olishi, bizning diqqat nazarimizni shu nuqtaga chekish, shu nuqtaga tortishki, zimindagi butun narsa Allah Celle Celaluhu'nun etrafımızda biz qo'llanayotgan barliq narsa, biz foydalanayotgan barliq imkoniyatlar Allah'nınki. Ameliyatda bizning ego'ladiganimiz vaqtliq mulk. Mashinamiz vadayimiz vaqtliq, uyimiz vadayimiz vaqtliq, imorat, zavod, shirkatlarimiz vadayimiz vaqtliq. Hatto bizning deb qo'llanayotgan qo'l, put, ko'z, mush a'dolarimizni tatib hammasininki bizning vaqtliq. Ameliyatda hammasi biz uchun xizmat qildirilishi uchun berilgan Allohning mulki ekanligini bu yerda Alloh bizga bildiryapti. Ya'ni biz Dünyada bizning deb qaragan narsalar pat arada bizning g'ayrimizning bo'ladi. Dunyoda tarixga shuna qarab baqsa bo'ladi, hech kimning mulki mangu davom qilgan emas. Biz ketimiz dunyodan, o naslimiz qoladi, bir şekilde miras şekilde balllarımızga, yeni bir şekilde yeni bir şekilde yeni birleriga ketib qoladi. Mal dünya maşta narsa ameliyatda. Allah subhanahu wa ta'ala hayatlıqni yaratgan vaqtida ve kuntum amwatan fa ahyaakum dedi. Sizlar o'likdinglar, sizlarni tirigizdi dedi. Bu yerdagi ifoda xuddi hayotliq, xoliqdan maxluqqa bo'lgan, xoliqdan yaratquchidan yaratilguchiga beriladigan bir yordamga ehtiyojliqdek u davom qilish uchun kuntum amwatan fa ahyaakum Ölüktünler sizlerini tirgizdi degeni, tirgizish üzlüksiz Allah tarafından kelgan bir xil yordamga ehtiyojliq degandek bir xil ifoda. Çoqum hayatning davom qilishi uchun, unda bo'lgan ekan, masalan shunda bo'lgan ekan, bu hayotning davomlashi uchun Allohning ne'mat bilan bizni ta'minlashi davom qilish kerak. Ama nimetler insanın hayatı jarayoni davom qiladi. İnsan tug'ilib o'lganga qadar davom qiladi. Shunda o'ldimi? İnsanın dünyadaki birilgen nimetler bilan bo'lgan aloqasi tugaydi. Onun dünyadaki vazifasi tugagan bo'ldi. Dunyoda inson o'ldi degan gap qiladigan ishimi tugadi. İnsonga beriladigan nazimatmi tugadi. Dunyo bilan, hayot dunyo bilan, biz yashayotgan dunyo bilan uning ishi tugadi degan gap. Shunga inson dünyada insonga xizmat qilish uchun bo'ysundirilgan shaylarga alohida diqqat qilish kerak. Qandaqdir bu bo'ysundirish birovning qudrati bilan bo'lgan emas, faqat Allohning qudrati bilan bo'lgan narsa. Amaliyotda inson qandoq bo'lib yaratildi, qandoq uni yaratilishining bosqichlari nima buni bilmaydi. Illaki Alloh subhanahu va taolo uni bizga xabar bergan bo'lsa, bu boshqa. İnsan mında yaratildi. Mesela bizge xabar bergan tarafları qaysi? İnsanның tuncu atısı Adem aleyhisselam. Allah onu Allah'dan tuproqdan yarattı. Onunla can kirgizdi. Hava aleyhisselamni onunla yaratıp berdi. Andakin ikkisining o'tiridan insan bulup dunyoga taqaldi. Bu biz biladigan jarayon. Ondan başqa taraflarni biz bilmaymiz. Faqat Allah xabar bergan mushu tabiratlarni bilamiz o'zimizning hayotiga nisbatan. Allah Kur'an-ı Kerim'de bu hakta bizim bilmeydiğimiz hakkında davatıdı. Ma eşhedtuhum halqas semawati vel ard ve la halqa anfusihim. Biz insanlar ne ulan yani asman zeminden yaratılış ve ayak ulanın yaratılışları da ulanın hakkımıdır, hazır kımıdır bilmeydi ula. Ve ma kuntu muttahidal mudillina aduda. Biz o yolun azgallarını özümüz yaradan çıkınmagan tok bizdeydi. Demek insanların hiç alakası yok yaratılış meselesiyle. Bilmeydi onu insan. Hatta özünün ahvalını bilmeydi insan. İlla ki Allah bildiğinden başka. Madami ki insanlar asman zeminden yaratılış ahvalını köymegen, hazır olmagan iken, şahit olmagan iken, özünün yaratılış ahvalına şahit olmagan iken, tabii ki bu meseleni biz Allah subhanahu ve ta'ala'dan, asman zeminden, özümüzün yaratılışı hakkında haber bergen taraflardan erişimiz gerek. Mana bu hakikat. Biz bilmeyimiz. Dinge işelmeydik Allah hazır kadar insanın yaratılış ahvalı to'g'ri tabir bergani yok.
bireleydigan tabiri insanның idrakatı içindeki ayalının oturduğu nesl kaldırış, balınınki ananın balı yatkusu da yitiliş, törülüş, annekin dünyaya çıkış, dünyada devam kılış. Müşeriyen ne bildi? Onun aldığında nima bunu okumaydı, bunun hakiki tabiri bilinmeydi. Şunlaşka bir hikaye çıkıqlıq o. Toxu burun mu, tuxum mu? Bu ne mi dese biz köz aldığımızdaki tuxununki, tuxumni tuqqunni bilimiz. Tuxumning ichidan tuxuning chiqqanini bilimiz. Ammo zanjirsimon holatda ulab davomlashtirib avliga qaytarsak, qaysining burun ekanligini bilmaymiz. Hozir qadar javob yo'q. Masala nima desa, javob bor. Allah meyli tuxumni burun yaratsin, tuxuni burun yaratsin, yaratgan. Avval şey yaratilgan. Yo'q yerdan yaratilgan. Undan keyin shu qonuniyat bo'yicha davomlashgan. İnsanmı ayal oturduğun tuğuludu. Bu bir kanuniyet. Şu boyunca devam kılıqlıq insanların hayatı. Ama dadısını, boğusunu, 100 yıl ilgiriki, onun nesli, 1000 yıl ilgiriki sürüş tıkıp apasak, en deslepte bir insan dadısız, anısız yaratılgan buludu. Bu noktanı düşünüş gerek. Aklas oyun alaydı. Ama bu tarafını insanlar bilemeydi onu. Fakat Allah'ın Resulü bizge dep bergen, haber bergen, Kur'an'da bizge bayan kılgan şekilde bileleyimiz. Yani bizim düşüncemiz şu. Biz şu kıl şekilde hayat yaratılış meselesine tabir bileleyimiz. Ama kalan insanlar şu tabir bilemeydi, nereden düşkenlikini okumaydı. Ama Allah'ın gayridan kelgan bu ma'lumotlar qolgan ozg'unlik va yolg'on ma'lumotlar. Biz hozir osmon zaminning qandaqligi, insonning yaratilish to'g'riliq nurg'un tadqiqotlarni ko'ryapmiz bugungi kunda. Hammasi muayyan bir haqiqatga borolmaydi. Balki dalilsiz nazariyalar sifatida davom qilyapti deyilha. Unda olganmidi, bunda olganmidi, osmon zaminning yaratilishda ishqi burun dinozorlar varken andan yapmışlar. İnsaniyatta maymundan maymun mında olgan tiklengen, kulu uzagan, hazırki halet kelgen hemmesi bir nezriyeler. Ama biz bununla Kur'an bizge bergendek toluq tabirini bileleyimiz. İnsan asli kimdi? Nereden yaratılgan? Nerede doğan? Nereden kelgen? İnsanın yaşarlık emeskenliki inek. Yaşar bizge nispeten bir köçmü makan ikenliki inek. Nurgun nesinin bizni yekligen yani bizning bunda bir rahat öğrenmegen noktadan yaşar bizning yurtumuz emas tabi asli. Bu noktalarning hammini biz bileleyimiz. Yani Müslümanlar Allah ve peygamberi, Allahi ve peygamberi kitaplarında bergen haber boyunca Müslümanlar tabir bileleydi bununla. وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدَ Allah hiç kimni, hiç qandaq azgullarını, yolun azdırğucularını özgü yardımcı çıqagamaz. Hiç kim bu haqda tabir bilish huquqi yo'q. Faqat tabirini kim biladi? Allah biladi. Bunun meselesini kim bayan qiladi? Allah bayan qiladi bu ishni. Endi mushakaga vaqtda Allah bir meseleni ish oyatda qistirib o'tdi. Men hech kimni yordamchi qilmadim degan o'rinda bir iboratni ishlatdi. Hech kim degan iboratni ishlatmasini arabchada azdırğucularni, dinni bu deb har xil tabirlarni berib, aql, maqil shaklda haqiqat xato tushunish taqtidiganlarni men o'zim yordamchi qilmagandim. Ular nerdan olgandi o ma'lumotni degan shaklda raddiya qaytirib, bir bölük azdırğucularning maydonga chiqib İnsanın yaratılış meselesi de, asman zaminning yaratılış meselesi de, insanın hayatının karakteri meselesi de kişilerge azgın fikrini taqtıqanlıqını qıstirib ötüyotudu. Yani bir yerde kelip azdırdıgan bir insanın bağlıqı ma'lum. Yani insan asman zaminning yaratılışı manda oldu, insanın yaratılışı manda oldu deb azgın adamlar yani bir munca gaplarni qiladi. Emniyette muşularning bir muncha gaplarni qildigan mush azg'un adamnimi Allah'ın ilminin qadarını Allah bunu bizi Kur'an-ı Kerim'de deb bo'ldi. Tabii ki bizim etrafımızda Allah meselesinde, yaratış meselesinde, asman zemin insanın yaratılış meselesinde, insanın ötmüşü ve kelgüsü hakkındaki tabirlerini uyan tolgaydigan insanların mevcutluğunu aldın ala haber verdi Allah Kur'an-ı Kerim'de. Yani bula iman prinsipini mustahkamlashing kelgan insan. Şimdi Kur'an'da demezmi azdırğucular oturğu chiqdi deb. Rast chiqyapti etrafımızda. İlgirkilarga chiqqan, bundan kim chiqdi? Bundan keyin mu ham chiqdi, hozirmi chiqyapti. Agar ma azdırğucular kelmagan bo'lsa, mazmun anda yaratilgan, osmon anda yaratilgan demagan bo'lsa, biz deyishimiz mumkinki Allah subhanahu va taolo ana shuna kelmagan taqdirda biz deymizki Allah subhanahu va taolo o'zining aziz kitobida
kelib koinotning yaratilishi, insonning yaratilishi haqida ozduradigan odamlar bor. Deytdik biz bunun işinimiz. Əməliyyatda olu keldi, bularning kelganligining o'zi Qur'oni Karim bizga bir necha asr ilgari, ular kelishdan bir necha asr ilgari ularning keldiganligini xabar bergan rostchilligiga dalil bo'ladi bu. Qur'on degandi, osmon zaminning yaratilishi, insonlarning yaratilishi haqida mana azduruvchilar keladi. Bularni men hech qachon o'zimga yordamchi qilib, yaratish ahvoliga bularni hozir qilmagandim. Bular bir narsa o'qimaydi, faqat azdurish bo'lgan maqsad degan shaklda bad emasmi? Amaliyat kelyapti bugungi kunda. Endi biz nima uchun nurg'un narsani tushunmaymiz deyishi mumkin. Biz masalan o'zimizni tushunmaymiz, nurg'un taraflar, yaratilish ahvolimizni tushunmaymiz. Hatto biz tirik davotiman men o'zimni, ammo bu tiriklikimni saqlaydigan jinim nerede? Bedenimning qaysi qismida? Agar uni topa olsam, shuni saqlab qolsam, asrab başqa yerim haqqancha kesilib o'qib kessimi, ölməsligi mumkindir. Lekin bu bizdan maxfi. Osmon zaminning nurg'un taraflari bizdan maxfi. Bu nima uchun bizdan maxfi qo'yiladi? Desa, bu narsalarning hammasi inson undan foydalansın, insonga xizmat qilsin uchun deb yaratilgan. Tushunish muhim emas uni. Bir narsadan foydalanish, uning ichki sirlarini bilishni taqozo qilmaydi. Masalan, biz elektr tokdan foydalanib, tokni ishlatamiz uylarimizda, ammo biz tokning zodi qanday narsa ekanligini bilmay ishlatamiz. Masalan, boshqa tok keldi ketdi deymiz, uning qanday chiqariladiganligini biz bilmaymiz masalan. Yine shuningdek, zemin üstünde yaşayımız-yu, zeminning har xil hodis ko'rinishlaridan foydalanamiz. Alloh bizga bo'ysundirib bergan bütün şeylerden foydalanamiz, ammo bizningki o xalqlarningki, ashuna narsalarning yaratilishining paydo qilish sirini bilmasligimiz bu ahamiyatlardan bizni mahrum qo'ymaydi. Biz bilmasak mı foydalanamiz? Su nereden keladi? Zeminning 3dan 1 su deydi. Zemin yumaloq tursa su qanday turadi masalan. Yağmur nereden keladi? Uni dengizdan o'sib o'rlab chiqdi. Masalan, dengiz yo'q yerga yog'adi masalan yağmur. O bir normal qonuniyat. Dengizning suvi nereden keladi? Qanday qilib yer shari yumaloq tursa yerda su tura oladi masalan. Dengizdan ichidan qanday qilib o't chiqadi masalan, o't etilib chiqadi. Yanar taqlar var ya dengizdan ostida. Bu narsalarning hammasini bilmeyimiz nurguna. Çünkü Allah bizge bir yerde bildirmeslik arakalık bir narsa noktamakçı ki iş insanın idrakatının sırtıda. Zeminning idaresi insanın kulda emas. Zeminning sırları insanın kulda emas. Allah'ın kulda. Mesela insan özge layık şekilde birilgen narsadan foydalansın. Bu insanın vazifesi. Allah xalqan şeylerini bizge bildirdi, bildik. Xalqan şeylerini bildirmini bildirmedik. Bildirmegenden bir hikmeti var, şuna o'xshash, bildirgenden bir hikmeti var. El muhim insan zemindeki vazifesini tunışı, özge birilgen imkaniyetlerden to'liq foydalanib vazifesini ado qilishi kerak. Hamma narsaning sirini bilish insonga nisbatan muhim emas. Yani bu bilsek pek payda qilib ketmaydigan, bilmesek ziyon tatmaydigan bir ma'lumotlar. Masalan, insonning amaliy vazifasi boshqa. Koinot insonning xizmatiga bo'ysundirilgan. Bo'ysundirilish deganning ma'nosi inson uni ishlatalaydigan holatga akapirish degan bo'ladi. Ya'ni koinot dunyoning hodisalari inson qarta qarshi chiqmaydi. İnsan quyoshga lozim bo'lganda quyosh kirib olmaydi. İnsan suv lazım bo'lganda dengizning suvi yo'qolib ketmaydi. Hammasi insonning ehtiyojatiga qarab turib normal o'rinlashtirilgan. Ya'ni koinotda Allohning qudrati bilan insonga qarshi chiqib bo'ysunmaydigan bir hodisalarmi bor? Masalan, kalkullar deymiz. Tuyuqsiz kalkullar keladi, shaharlarni, uylarni suv osidi, insonning taqdidan sir. Nurg'un yanar taqolar deymiz, tabiiy krizislar deymiz. Biz deymiz ki bularning hammasining yuz berishi Allah subhanahu va taala bizning diqqatimizni bir noktaga tortish. O noktasi qaysi? Koinotdagi bütün narsa o'z oldig'i bizga xizmat qilmaydi. Koinotdagi o narsalar hammasi o'z oldig'i bizga xizmat qilmaydi. Va yoki bizning kontrol qilishimizdan bizga xizmat qilmaydi, balki Allohning buyrug'i bilan xizmat qiladi. Alloh xolisa bizga xizmat qilish emas, bizga qarshi buyruq tushalaydi. Dengiz bizga xizmat qiladi, bizga yemaklik ko'radi dengiz, bizning qatnashlarimizni qulayliklantiradi. Ammo Alloh xolisa dengiz bizga vabol bo'ladi.
Nurgun kelküllerini gördük ya, nurgun sellerini gördük ya, aldığınki yıllarda yüz bergen, neçe yüz bin adam yutip ketken ekıllarını bilimiz mesela. Tağ bizge hizmet kılıdı. Ama Allah kalırsa bizge karşı askerge aylanıdı mesela. Mesela bu, dünyadaki biz için hizmet kılatkan her şey Allah kalıgan hamallan bizden karşıyımızga, yani bizni edepleydiğen koralga aylanıdı. Onda olmaganda eğer onda emes, o mahlukatlar sana sanısının müstakilliğine olan hizmet kılıdı. O Allah'ın buyurgan emes değilse, san karşı çıkan vaxta onun okuşun yesin. Denizden taşkın çıkan vaxta toxtat onu. Yanar tağlı parlığa vaxtta toxtat onu. Karburallah yakka vaxta toxtat onu. Sana ziyallı karkanda iş kainat yüzbeziyse onun toxtat işin gerek. Ama onda emes. Kainattaki bütün şeyler Allah'ın mutlak kudretine boysunludur. Hatta sebep netice meselesi mi? İlahi mutlak kudretke boysunluğun neyse. Sebep musebbepler, sebep neticeli dünyada Allah'ın iradesini çıkıp etmeyin. O bir kanuniyet. O kanuniyetine Allah koygan kanuniyet. İşler şu kanuniyet boyunca mağdudu. Ama növdük yap kalsa o kanuniyetini buzup işlerini kılalaydı Allah. O kanuniyetini işlemez kılalaydı Allah. Şoňaşqa su, topan sel kelip bizge qarşı çıksa, şamal, buran keliş arqalyk bizge qarşı çıksa, zimin yaterveş, yanar tağlar arqalyk qarşı çıkan vaqtida sizning bu meselege qarta qarşıňyzda bu narsa neme o dese, insan faqat özü yaşawatkan kainatni kontrol qilish insonning qudratidagi ish emas deganni bilsin uchun, inson shuni tunusun uchun bu vatqa ishlar. Mağı aran yaşap ketvasa qıldığa biz başqurudığa emas. Mazimin biz başqurudığa emas, yaşap paydalanıp, qo'llanıp ketadigan narsa ekanligini bilishimiz uchun. Qur'oni Karimda Allah subhanahu wa taala deydi: "Evelem yarav insanlar qaramamdı, ibrat almamdı, oylamamdı, çönmemdi. Enna xalaqna lahum mimma amilat aydina na'aman." Biz ularga nurgun hayvanlarni çarvalarni yaratib berdik. Fahum laha malikun. Biz onu igi kıldık ulağa. Ulağını onun igi kıldık. Ulağı onun igisi oldu. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُمَ مِنْهَا يَأْكُلُونَ. Biz boysundurup berdik. Yeydiğine var, minidiğine var deydi. Mesele bu. Bir küçükkin dünya, biz bayağı yuvan gapını kıvatımız. Hayvanlar meselesi mi? Bizge boysunduğan, boysunmaydığı hayvanlar var. Aldığın dersimiz ötkende küçük yılandan korkup yıkılışamayımız. Çoğun, zor hacimdeki tügüle köndürülgen pilla bizge boysunudu. Bu qandaqdır? Bizninki yamanlığımız emas, bizning noçluğumuz emas, bizning ixtiyorumuz emas, belki Allah'ın boysunduğu bir işi. Hayat yüz bir vatkan insan amal kılanmavatkarlarının hemmesi insanını uyg'otish uchun. İnsanның unda hadislerinin aldıda ne kadar aciz ikenligini bildirish uchun bo'layotgan ahvollar. Yani insan bir hayvanni boysundurishdan aciz asli. İlla ki Allah boysundurib bermasa, onu boysundurishdan aciz. Hayran qalarlik dünya qarab baqsaq, siz bazı hayvanlarning kainatda insan bilemeydigan narsani bilganligini ko'rib olasizsiz. Hayvanlar masalan 101-dan ilgari yatadashni siz alaydi. Yeteraydigan joydan keçip chiqadi hammasi. Ama insan o'zining aqli bilan nimaning 101-danligini tushunmaydi. Bu qadar. Emniyette insanda yo'q, zararlı hayvanlarda bor. Hayvanlarning purash sizimi, signal qabul qilish sizimlari, ko'rish sizimlari masalan. Buning hammasi insondan nurg'unlarining intayin yuqori. Ama insonga xizmat qilyotdi. Allah subhanahu va taolo deydi bu haqda: "Xalaqa lakum ma fil ardi jami'a." As zimindagi bütün narsalarni sizlar uchun degani sizlarning manfaatinglar, sizlar uni qo'llanish, sizlarning foydanglar, sizlar ishlatishinglar uchun yaratdiğini hazırladı davatıdı. Yani bu ayetdeki zimindeki bütün narsalarni sizlar uchun yaratdiki narsa degan iborat zimindeki türlerinin hemmini o'z ichiga oldi. Cho'ng kichik, to'ng kichik hammasi kiradi o'shuning tahtiga. Yani inson her qancha bir narsani yasamoqchi bo'lsa, bir narsani ijod qilmoqchi bo'lsa, bir narsa paydo qilmoqchi bo'lsa, chuqur banasidan paydo qiladi. Insonning qilaoladigan shu. Atrofdagi bo'ysundirilgan imkoniyatga tayanib turib qilaoladi, insonning qilaoladigan shu. Yani insan kainatı bir narsa paydo qilolmaydi, o'zi mustaqil. Masalan, bir buğdayni olsak, nereden keldi onu? Ötken yılki mahsulatdan. Ötken yılki mahsulat nereden geldi? Onun aldığı yılın mahsulatıdır. Başta şekilde şeyler zincirsiman olunup en tunç
tunji qatimliq bir buğdayga barib to'xtaydi, bir buğdayga. Tunji qatimliq buğday nereden kelgan? Uni nereden topgan? Tabii ki deymizki, o bevosita Allah yaratgan tunji qatimliq buğday. Bu bir misal. Bayat men to'qinu misalini aldım. Shunga o'xshagan misal. Zimindagi mevlar hammasi shu. Birinchi qatimliqqa qaytsak masalalarni, masalan, undan keyin kishi birisi ünüp tikilib yoki ulinib yoki nasl qoldirib davomlashgan bo'lsa-mu, asli holatiga, birinchi tunji holatiga qaytarsak, bu Alloh subhanahu va taoladan bevosita yaratishdan paydo bo'lganlikdan boshqa ta'biri yo'q buningki. Masalan, sen insonning mavjudiyatining asliga bormoqchi bo'lsang, sen nereden kelgan? Dadam bilan anamdan tug'ilgan. O ikki sonda sanısa o. Onun boğusu, onun çoğun boğusu. Sürüp apırıp deslepki insana yaparsak, yani şu mentika ve akli noktadan, mentika noktasından ve akli noktadan insanın yaratılışının başlanışı ayaldan. Şuna ama ayaldan ibaret insanın yaratılışının başlanışı bu bevosita Allah tarafından yaratılgan. Yani tunji insan dadasız anasız yaratılganlık aniq ma'lum bo'ladi. Çünkü ma ata-onadan ma bola tug'ildi. Ma ata-ona falan ata-onadan tug'ilgan deb apalsak, tunji qatim agar u birinchi qatimga chiqmasa, o bir mantiqqa uyg'un gap emas o. Beshi yo'q, ishi yo'q, oyog'i yo'q, ishi yo'q dunyoning qonuniyatida. Cho'qim insonning bir beshi bor. İnsanning boshlanish nuqtasi yo'q deyilsa, bir mantiqqa tushmaydi buni. Buni ayrim deyishimizda. Ama cho'qim bir boshlanish nuqtasi bor. Boshlanish nuqtasida cho'qim bir hayotlik dastlabda Allah tarafından dadasız anasız yaratılgan bo'ladi. Yani başka o'zining oxirini davomlashtirib oladigan shaklda yaratilgan bo'ladi. Yani ayol shaklda. Chunki siz dadangiz bo'g'isdan, bo'g'isdan, mashta davom qilib tunji insonning yaratilishiga borsak, biz bu yerda shuni ko'rib olamizki, cho'qim Alloh subhanahu va taolo bevosita yaratgan bir xalq bor, tunji qatim. Biz inson haqida degan bu gapimiz hayvonga mi uyg'un keladi, o'simlikka mi uyg'un keladi, jonsiz narsalarga mi uyg'un keladi? Har shayni asliga qaytarsak, surishti qilib, oldiga surib apalsak, cho'qim Alloh subhanahu va taoladan yaratilgan bevosita yaratish ki berib to'xtaydi. Bayatni to'xum bilan to'xunu masalasini deb berdim sizlarga. Ma to'xumni bir to'xu to'qqandi. O to'xu bir to'xumdan chiqqandi. O to'xumni yana bir to'xu to'qqandi. Mushtamansak, dastlab yaratilgan ya bir to'xum, ya bir to'xu Alloh tarafidan bevosita yaratilgan bo'ladi. Ba'zi insonlar so'raydi, inson hech nima yarata olmasa, bugungi kunda yuz berayotgan taraqqiyot, madaniyat, yangi kashfiyotlar nima deysiz? İnsanların bunda yaratış iqtidori yo'qmi? Mesela yangi narsani ijod qilyotdi insonlar deyilsa, biz deymizki, bu degan banasini yasaganlik, banasini ijod qilganlik, banasini kashf qilganlik bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zining ilmini insonga berib, insonlar shu orqali Alloh ziminda yaratgan moddalarni ishlatish orqali taraqqiy qilib yangi narsalarni yasay oladi biz. Kashf qilingan har şey, yeni yasalgan her şey, yeniden icat kılınan her şey baboğan bir asliga tayinadı. Lekin biz insanınki yok bir maddeni payda kılıp, icat kılıp, meydana kelganligini azıqda anlap bakmadık, görüp bakmadık. Hem bulmaydı. İnsan qanchalik taraqqiy qilib, yeni narsani icat qilsin, kashf qilsin, banasidan qiladi, yo'q narsadan qilinmaydi. Allah subhanahu va taolo koinotdagi butun narsani yo'q yaratgan. Ondan keyin aşı mahluqatlar Allah bo'ysundigan qonuniyat bo'yicha ko'paygan. Tunji qilib Allah yo'qdan paydo qilgan, undan keyin qonuniyat bo'yicha davom qiladi bu. Lekin mushu taraqqiyotlarning hammasi yana nega qaytib boradi, asli nega to'xtaydi desa, Alloh subhanahu va taolo mahluqatlarni avval yaratib, bu mahluqatlarga nasl qoldirish, juplashish xususiyatini berganlik mushu nuqtaga qaytadi. Hayotlik undan keyin asr davom qilsin uchun bu nuqtaga berib to'xtaymiz. Ya'ni siz koinotda ko'rayotgan Allohning barcha mahluqotlarida Allah onun hayatının asrdan asrga, avloddan avlodga dunyo tugagan qadar davomlashtirish iqtidorini beradigan bir qonuniyat sabablarini bekitgan bo'ladi. Ammo qonuniyat sabablaridan ilgirki tunji bir qatimliqni Alloh bevosita yaratgan. Mesela sizga bir inson dedi, men o'zimninki zirakligi,
ve bilimim bilen terikçilik kılıman dese, onunla desiniz buludu ki, siz bu terikçilikni çokum Allah yaratkan bir uruk bilen kılısınız. Allah yaratkan ziminde kılısınız. Allah asmandan onunla çöğen sudu suğurusuz onu. Anlayın Allah şunun uzuktüleki, ünüş uslubunu bekitken Allah'ın kudurtuyla öndürürsüz onu. Demek bu cereyanın hemmesi yani bir vasıta Allah'ın kudurtuyla Allah insanı yaratkan imkaniyetlerle bulundu. Yok yerden bir nesini peyda kılıp kılalaydıgan iş insanda bulmaydı. İnsan bir nesi yaratanmaydı. Hiç mi yaratanmaydı onu. Demek 100 buluvatkan işinin hemmesi bir yerde. Buluvatkan işinin hemmesi ne olursa siz ziminni teri yani terimen de bir iştahını kılısınız, urukçunu etip koyuyorsunuz, halas ondan kisi sizinle alakası yok. Kur'an-ı Kerim dedi ya, "Efera'eytum ma tahhusun." Sizler kılavatkan terikçiliğinle doğru bir nesde bakınla, "Entum tezra'unehu em nahnuz zari'un." Sili tervatamızla biz mi deydi Allah. İnsanın kılalaydığı şu şaraylık perveriş kılıp, soğurup, bunu kılıp, uruk sap koyuyor. O uruklarının üst işçeri yani, behleniş işçeri yani, onun kereklik boğan yani, yanıldığın ilminin, maddelerinin, bunların hemmisinin haberi yok insanın. Yani o alakası yok insan bilen. Toğra, insan yani teriydi, uruk çaçıdı mesela. Belki ziraatke köngül bülüp, soğurup, kütüp, haber elişi mümkün. Lekin insanın kılıvatkan her kandak bir işi de yaratış hizmet olmaydı. İnsan yaratanmaydı. Buluvatkan ne, yaratılgan ne, üsvatkan ne, perviş kılaları şu. Belki Allah subhanahu wa ta'ala her şeyini yaratkını Allah. Eğer sen üzerinin kudurtuyla teridiğe şop kalsa, Allah yaratmagan urukçudun birine ekep tera. Allah yaratmagan ziminden birdi tera. Allah asmandan sudu çömegen bir sudun birdi suğağın. Tabii ki onu kılanmaysa onu. Senin kıldığının şu etraftaki bölgen imkaniyetle. Lekin ne olursa sen işletivatkan, peyda kılatkan bütün neslerinin menbesine yani şu Allah yaratkan mahlukatla. Allah bunu yaratıp boğan bir esleden faydalanıp kılatsa hemen sen. Anladım bir sual çıktı bir yerde, bana bazı peyda olduğun bir nesle var. Bunun menbesi ne anda olsa, dese biz deyimiz ki bir nesnenin ki ameliyette babuluşuyla babulalaydıgan halette buluştuğun farkı var. Mesela deyili bir homa dese, homanın bir urukçusu var. Bu urukçu, bu kulumuz bir tal urukçu boğan vaxtıda bir tüp yuğan homa bağ dep oylasak bulur. Ameliyette yok olsun mu, muşu urukçudan yuğan bir tüp homa kilidi. Demek bende bir homa bağ dep qaraş qıldı ma'ni jihatda. Endi biz bunu terigandan keyin ameliyat yuğan bir quldan kelgan ameliyatda bağ boludu. Aşı bir tal urukçunun içinde homa şehe, gol, nimisilen boğmagan bilen horma, derhi şekillendiğin bir xil halet aşı urukçunun içinde bağ. Biz bu halette mi yani bir hormonu bağ dep kalımız koyuyor. Demek bir urukunu tikip bir yerden bir derahının öngelleki yok nesinin peyda olganlık emas, uruktaki nesinin çıqqanlığı. Bir tohumның içinde çücü yok. Lekin çücü çıkıdığan, toğu çıkıdığan madde var. Bu noktadan muşu tohumdan çücü çıkıdı diyeleyimiz. Keyinçe bunu toğuğa sepiriş arqılıq ya başka usullar arqılıq çücü çıqqandan keyin yoqdan peyda oldu demeyimiz. Ba nərsə çıktı deyimiz. Manokun düşünüşke qanaqdır bu? Yoqdan peyda olgan nərsə emas bu. Yani sen işkil halette meyla şu tohum haleti de olsun, cücop boğandan keyin halet olsun, uruk haleti de olsun, derek hop boğandan keyin halet olsun. Sizden işkil halette hiç şans yok. Siz ne urukçunu yaratkan mı emas, tohumunu yaratkan mı emas, ne yakeliki urukçunu yuğunutup bir hormu bulduğun nersini siz yaratkan mı emas. Yani tohumunun cücüdün çıkış haletini siz kılmadınız. Tohumunu mu yaratmadınız, tohumunu mu yaratmadınız, urukçunu mu yaratmadınız, yuğan hormunu mu yaratmadınız? İşkilisi Allah'ın yaratışı, başka neyse emas. Onun üstüge kainatta Allah yaratkan desletler ama kümütülgen nurgun nesler var. Bunu kainatta kümülgen beti taşlap koygan Allah, keyince Allah onun kainattaki sırlarını aktağanlığı etişpeyken bunu. Mesela altın, kömür, nepet, roda, zimin astıki bütün nesler var. Bunu Allah desletler yaratıvatkan nesler.
Ama bunu əsr izlengenler üçün, tırışqanlar üçün, oqğanlar üçün qanaq bəgən, çıxırıb bəgən bunu. Bu mu yoxdun peyda olğanlıq emas. Bu mu əslidillah banəsə. Yani her bir bayqaşının bir vaxtı buludu. Bunu bilişimiz gerek. Mesela biz tıpraqның astındaki nəslini alımız, ya ki zeminin astındaki baylıqlarını alımız. Bunun həmisi bir vaxtı buludu. Bu nəslə Allah insanını şu nəsləgi başlap apağan kadar kümülgen peti turudu. Ama insan Allah nəslini qandaq çıxırışını ögüdüdü. Demek insan bir yerde eşim keşif qalan nəsə emas. Ya ki petrolni, neftlarni, ya ki roda kanlarni özü peyda qıvagan emas. Hemmesi zeminde ba yuşurunti. Hatta ki özünün hayattaki rolünü öteydiğen vaqt kelgen vaqtida Allah insan yani bizni şu nəslərə başlap qoydu. Qandaqdır manasının bizden yok olğanlığı bütünlüy yok emaslik emas. Burundan tatip mesela 100 yıl ilgiri, 200 yıl ilgiri neftinin bolmağanlığı zeminde neft yok emas. Ba ama bizni Allah neftqa bugün muşu 19. əsrdə andaki neftqa başlap qoydu. Burun insanlar işletilmegenlik o nəsə yoxluq emas. Qandaqdır peyda qılğanlıq emas. Yaku biz bayqa vaqtda peyda olğan degan gap emas. Burundan tatib bao. Demek hazır peyda olup atqan bir nəsə mi? Neçə yıllardan ki yeni bir nəslər peyda oldu. Bugün neft peyda olğan bolsa, belki 200-300 yıldan keyin insanlar yeni bir xil nəslərni bayqışı mümkün zimində. Demek Allah Subhanahu wa Taala zimində Allah keraklik bütün ilminatlarını yaratıp etken. Zimində yaratqan vaqtı qoyğan, hem de Allah insan eçpegen ilim məlumatlar bilen müştürlerini quraştırıp eklelaydı, eçqalaydı. Lekin insan ulanı yaratanmaydı, özü icat kılanmaydı. İnsanın alayidligi bu derecede çeklik. Açalaydı yaratqanını, kümüp koyğanını tapalaydı. Allah eğer onunla muvaffaqiyet etmez. Ama insan özü bir nasi yaratamaydı. Bu noktayı kulu iş gerek. Allah Subhanahu wa Taala deydi: "Thumma istava ila sama" ayatın ahirisi. Anlaken Allah asmanğa kilip yani Allah asmanğa çıkıp yani demek çoğunu zimindeki hem nasi insan için yarattı. Asmanğa kelgeni, asmanın meselesi kelgen vaqtda Allah asman ne qanaq qıldı? Ayatın ahirisi. Yani Allah Subhanahu wa Taala bu orunda istava dedi. Biz bir yerde asmanğa çıktı degan yerde bir şu felsefiçiler bilen yani bir türlü kişiler oturup ixtilaf Allah çıktı, düştü degandek ibareler kelgen vaqtida ba'zilar bu insan xuddi bir narsaning ustiga chiqqandek, bir narsaning ustidan tushgandek bir xil holat bo'lib qoladi deb bir masala bor. Ammo masalani inson mantiqi bilan emas, Allah mantiqi bilan tushungan vaqtimizda. Yani biz dersimizden başlarda nurun dedik. Nurgun gaybi meselelerine, insan idrakatının sırt meseleler var. İnsana münasebetsiz mesela cennet meselesi, do'zax meselesi, Allah'a münasebetlik mesele. Bu meselelerini biz insani tefekkürümüzle, insani idrakatımızla emas, insan idrakatını halkagan şekilde düşünsek, mesela Allah asmanğa çıktı degende bu insan bir xuddi bir öyünün üstüge çıqqandek şekilde emas, yani insanga o'qitib turib emas, Allah'a layık işte, Allah'a özü xalqan şekilde, Allah'a münasib şekilde Allah asmanğa keldi edip düşünsek buluyordu ameliyatdan. Allah hiç narsaga o'xshamaydi. Allah bu orunda asmanğa çıktı dese xuddi padişahlar özünün taxtlariga chiqadi. Siz o'rindiqning ustiga chiqib o'tirsiz. Shunda ama Allah meselesi kelgan vaqtida Allah hech narsaga o'xshamaydi. Biz bu yerda laysa kemislihi shay degan bir oyat bor. Mush oyat bilan hukm qilamiz. Qanaqdir Allohga ishlatilgan inson idrokatida insonlarda ko'riladigan ba'zi bir ish harakatlar bor. Mesela Allah'ın kulu deyimiz Kur'an-ı Kerim'de. İnsanın kulu var ama 5 kol, 5 parmaklı kol. Ama biz kol degen hamallan göz aldığımızda insanın kulu kep kalsa o bizdeki bir kemtüklük olurdu. Çünkü ben davamlık devatıma dersimizden başladığımı biz gaybi işler. Gaybi deyen gep insanın idrakatının sırtkı işler degen olurdu. İnsanın idrakatının sırtkı gaybi işlerini insanın idrakat tasavvurlarıyla düşünüverişinin ozu hata. O insanın idrakatının sırtı olğandan keyin onu şu sırt dep turup düşünüş gerek. Yani çünkü Allah hiç narsaga o'xshamaydi. Allah'ın kulu var dese tabii ki o kol bizning kulumuzga o'xshamaydi. Qo'yning kulu var aldı kol deb qassoblardan alimiz. O kol bizning kulumuzga o'xshamdi. Tuginin kulu bizning o'xshamdi. To'qu qushlarning aldı kulu var. Bu qanday deb ataymiz, bu bizga o'xshamdi. İnsanning ko'zi var, kameraning ko'zi var. Bu ikkisi o'xshamdi. İnsanning eg'izi var. Telefonlarimizning ovozi chiqadi, ovoz chiqadigan yeri var onun. Lekin o'xshamdi. Mahluqlar
özara bir-biriga o'xshamagan yerda Xoliq tabiiyki mahluqqa qat'iy o'xshamaydi. Laysa kamslihi shay. Shunga Alloh osmonga chiqdi degan vaqtida bu chiqish Allohga loyiq chiqish. Biz o'rindiqqa chiqqan, palampaga chiqqan, o'g'ziga chiqqan shaklda emas deb tushunsak bo'ladi. Ya'ni biz shuni bilishimiz kerakki, Alloh subhanahu va taoloning bu chiqishi hech narsaga o'xshamaydi. Allah tirik, sen mi tirik? Lekin senin hayatın Allah'ın hayatına o'xshamdi, o'xshamaydi. Allah biladi, sen bilmaysan. Senin ilmin Allah'a o'xshamdi mesela. Allah subhanahu wa taala Allah taala qudreti var, ishlarni qila oladi. Sen ba'zini qila olasiz, lekin sening qudreting Allohning qudretiga tabiiy o'xshamaydi. Bu yerda inson bilan Allohning har ishlatilgan iborat o'xshashuvga selishtirilibdi. Biz maxluq bilan maxluqni selishtirsak bu manbayatin degandek. Mening ko'zim kameraning ko'ziga o'xshamaganga o'xshash, mening ig'izim oldimda chiqayotgan inolg'idan chiqayotgan ovoz chiqayotgan ig'izga o'xshamaganga o'xshash. Bir maxluq o'xshamagan yerda tabiiyki Xoliqqa ishlatilgan iboratlar, asmo sifatlar Allohga ishlatilgan u o'ziga xos. Qat'iy insonga o'xshamaydi. Shuning buningda ba'zilar zo'lab akilib mesela Allah çıktı dese bu insan çıkan o'xshab qoladi. Allohning quli vatsa insonning quli o'xshab qoladi. Shu qo'ldan kerak degandek hukmlarga kelib qolgan vaqtimizda biz Allohga loyiq ravishda tushunsak bo'ladi uni. Yani sen istava degan mush so'zni kelgan vaqtda bu tabiiyki ham nima arab tili o'qigan, din tadqiqoti bilan aqida tadqiqoti bilan shug'ullanganlarga qarata deyilgan gaplar. Bunga shug'ullanmagan nisbatan yetib ketsak bo'ladi. Yani istava Alloh chiqdi degan iborat kelib qolsa, sen uni har guzmi insoniy tushunsa olmaydi. Xuddi inson bir palampan chiqqandek, o'ziga chiqqandek, o'rindiq chiqqandek tushunsan bo'lmaydi buni. Alloh subhanahu va taolo osmon zimindagi har shayni biladi. Alloh subhanahu va taolo o'rinni biladi. Bütün tarafları bilen, muş orunda banaslini biladi. Yoki bütün tarafları kichik zarrachalar bilan yuşungan naslini biladi. Sen meselenin yüzünü görürsen, Allah subhanahu wa taala osmon zimindagi g'ayblarni biladi. Qiyomatga qadar, qiyomatdan keyin meselenin hammani biladi. Demak, Allah Jalla Jalaluhu hech narsaga o'xshamaydi. Na asmo sifatda, na af'alda, na yana bir narsa hech nimaga o'xshamaydi. Onu biz tasavvur qilsak olmaydi, tasavvur qilolmaymizki, sen sening aqling bilan Allohga munosabatlik ish harakatning qanday bo'lganligini tasavvur qilolmaysan. So'zladi, o'ziga loyiq ravishda so'zlaydi. Inson so'zlaganga o'xshash so'zlamaydi tabiiy u. Alloh o'ziga xos shaklda. Demak, sening aqling, tafakkuring onu idrok qilishdan qisqa. Shunga Alloh subhanahu mana bunda gap qilsa, subhanalloh degan boshqa gap yo'q. Allohga munosabatlik har qanday bir shayda Allohga hech narsa o'xshamaydi. Hamda Alloh osmonga chiqdi degan mushu oyat kelgan vaqtimizda bu Allohning kalomi. So'zligicha Alloh bu yerda xolos mush yetdi. Alloh osmonga kelib, osmonda manda qildi degan mazmunda bu. Ba'zi kishilar deydi, biz Qur'onni topshirib elib biz saqladik deydi. Biz deymizki, Qur'onni saqlagan Allah. Madamiki Allah o'zining kalomini saqlagan ekan, Alloh subhanahu va taolo mavjudotning hammasining Qur'on bilan zid kelmaydiganligini biladi, zid kelmaydiganligini. Qiyomatga qadar Qur'onni saqladi degan gap, qiyomatga qadar Qur'onga zid keladigan narsa yo'q degan gap. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni saqlashi kishilarga Qur'on hujjat olsun uchun. Demak, madam Alloh Jalla Jalaluhu xoliq bo'lgan ekan, Alloh Qur'oni Karimni digichi bo'lgan ekan, kainatda Qur'oni Karim bilan to'qonishadigan bir haqiqat olmaydi. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun degan so'zga qarasa, biz Qur'onni saqlaymiz deganda Qur'onning o'zini saqlaymiz, so'zni saqlaymiz, Qur'onning mafhumini saqlaymiz, Qur'onning hukmi dunyo bilan zid kelmaydi. Saqlaymiz degani shu. Zid keldi degan gap, birisi yo'qoladi degan gap u. Men zid kelmaydi degan gap. Mana bu Allah subhanahu va taoloninki büyüklüğü bulup Allah büyüklükten özünün kalamını kişilerge hüccet olsun için sakladı. Allah subhanahu wa ta'ala'nınki süpetlerinin alakadar tarafları tepelişine ilgili tepelip bulağılık Allah Celle Celaluhu yarattı. Çünkü o yarattıkça yarattı süpet aval tepildi. Onda olmaganda tunca halakını kanda yaratsın mesela. Allah subhanahu wa ta'ala halık oldu. Demek Allah ezelden halık şunlaşkı yarattı. Allah subhanahu wa ta'ala rizq birdiğen kişiler buluştuğun ilgirilam razzaktı. Yani biz zimindeki müşi insanlar, Allah rızık verdiğin insanlar yaratılıştan ilgirilen Allah'ın razzaktı. Allah subhanahu wa ta'ala bu zimin. Onda olmaganda Allah
qudrat bilan o'zining tunji xalqiga rizq bersin. Alloh azaldan razzaqdi. Alloh subhanahu va taolo mush koinotni o'zining mukammal sifat bilan yaratdi. O'zi guvohlik berdiki, har qanday bir maxluq o'zining maxluqini har qanday bir kishi guvohlik qilishni ilgari o'zi guvohlik berdiki, Allohdan boshqa iloh yo'q deb o'zi guvohlik berdi. Dediki, shahidallohu, Alloh bunday guvohlik berdiki, annahu la ilaha illa huwa, Allohdan boshqa iloh yo'q. Huwa wal malaikatu, Allah o'zini guvohlik qildi, malaikalar guvohlik qildi va ilm egillari guvohlik qildi deb Alloh tunji bo'lib guvohlik berdi. Demak, Alloh subhanahu va taolo o'zining iloh bir ilahiy birligiga guvohlik qiladigan xalqidan hech kim bulishdan ilgirlab o'zi guvohlik qilib bo'ldi o'zining birligiga. Malaikalarni yaratishdan ilgari Allohdan boshqa iloh yo'qligiga guvohlik qiladigan malaikalarni yaratishdan ilgari o'zi guvohlik qilib bo'ldi. İlim egilerini yaratıştan ilgiri, yani ilim egilerininki ilmi şekilde Allah'tan başka ilah yok deb guvohlik qilishdan ilgiri lam Allah guvohlik qilib bo'ldi. Demek Allah'ның üzgü bergen guvohligi shahidallohu annahu la ilaha illallah. Bu nima desa hisob qilingani mushu. Eng kuchli guvohlik mushu. Allah guvohlikni kuchaytirish, davomlash uchun xalqning hech kishiga muhtoj emas. Yani Allah subhanahu va taolo Zeminni yarattı. Dedi ki, zemindeki barcha narsalarni insonga yaratib berdik dedi. Osmonni yaratdi. Mesela ishlar muqimlashdi. Osmon zeminning ishlarini bekitdi Allah. Dedi ki, oxirisida va huwa bi kulli shay'in alim. Va huwa bi kulli shay'in alim. Allah her narsani qana qiladi, biladi deydi. Allah her narsani biladi. Yani shuncha cho'ng büyük bizga nisbatan endi osmon zeminni yaratib, buningda shuncha vazifalarni ko'p bizga nisbatan ko'p vazifalarni biz o'ylab yetib olmaydigan ajoyibotlarni qo'ydi. Qalbimizga kelib qolmasinki, ish Allohning xabarisiz yuz berganmidi? Ish Allohning xabarisiz bo'layotganmidi? Ma xafaliq Allah bilmay kelot. Ya Allah hamma narsani biladi. Allohning mulkidan zarrachilik narsa Allohning ilmidan qochmaydi. Allohning ilmidan g'oyib bo'lmaydi. Allah zimindagi butun zarrachilik narsalar, kishilarning ichidagi zarrachilik, butun koinotdagi butun zarrachilik narsalarning hammasini biladi. Koinotning hammasi Allohning izni bilan cho'g'laydi, Allohning irodasi bilan cho'g'laydi. Qur'oni Karimda sura Luqmonning 16-oyatida Luqmonninki o'z o'g'liga qilgan bir xitob shaklida kelgan oyatda, ey balam, bir qizchining donishchilik ish bo'lsa, bu bir toshda bo'lsin yoki osmon zaminda bo'lsin, nada bo'lsin, Allah buni ekiladi. Degani, shu eng tashlanib ketgan bir bulung pushqoqdi bo'lsin, buning hammasi oyatning umumiy mazmunini aytgan vaqtda qilchilik narsa Allohning ilmidan qochmaydi. Allohning ma'lumotidan qochmaydi. Allohning xabaridan qochmaydi. Bu nada bo'lsin? Qanday yerda bo'lsin? Osmon zaminda bo'lsin, hammasida Allohning ilmi bo'yicha bo'ladi. Degan shaklda ma oyatni Allah sura Luqmonda bizga bayon qilib berdi. Shuna olganda bugungi oyatimiz darsimiz tugadi. Bugungi darsimiz Allah subhanahu va taolo oldingi darsdagi inson o'zining hayot mamotiga qarashi haqidagi mazmunlarni deb bo'lgandan keyin bugungi mazmunda osmon zaminning yaratilishi va bularning hammasininki o'rinlashtirilishi Allohning ilmi bilan bo'lganligi, inson o'zining hayot mamotiga qarashdan boshqa atrofidagi osmon zaminning yaratilish, o'rinlashtirilish sistemlariga qarashi kerak ekanligini bayon qilib 29-oyat oxirlashdi. Inshaalloh 30-oyatni kelasi darsda davomlashtiramiz. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.